oyim kelin topibdi, bugun uchrashuvga ketyapman, duo qiling qor aka desa, men duo qilaman-u menga qarang dedilar. Ha, borganingizda o'sha qizni qarab qo'ysa bo'ladi, qarab olish kerak. Muhabbat tushish kerak yuziga. Shu qaraganingizda qizarib ketsa, husni o'rtacha bo'lsa ham dara oling dedilar. Unda yaxshilik bor. Qizarib ketsa. Shunday qarab turaversa, osmondagi oy bo'lsa ham olmang dedilar. To'g'ri. Bitta gap gapirsa, ikkita gapirsa olmang uni. Ertaga 50 ta gapiradi. Ha, shu onasini ko'rib qizini olinglar keyin. Men aniq bilaman mana. 60 kiryapsiz, alhamdulillah. Onasi yaxshi bo'lsa qizni, albatta qiz yaxshi bo'ladi. Onasi otasini hurmat qilgan ona yaxshi ona hisoblanadi. Eriga itoat qilgan ayol yaxshi ona hisoblanadi. Namoz o'qisa ham eriga itoat qilmasa yaxshi ayol emas, beadab ayol hisoblanadi. Siz jim o'tiring, ishingiz bo'lmasin desa shu xotin jannatga kirmaydi. Likey